Bu videoda AI bilan qanaqa qilib hayotingizni har bir kunini osonlashtirishni tushuntirib beraman. Oldindan aytib o'tmoqchiman, ko'pchilik hayotimizda hozirgi kunda sun'iy intellektni, ya'ni AI qanaqadir bir juda ham qiyin instrument, uni men ishlata olmayman, men tushunmayman deb o'ylaydi. Na samom dele bu juda ham oson narsa. Yaqinda bitta holat bo'ldi. Men o'zimni buvimni mendan so'radilarki, bolam men mana bunaqa dori ichmoqchiman, nima kerak yoki bo'lmasa mana bunaqa holat nima qilish kerak, shuni bir internetdan ko'rib bergin yoki bo'lmasa bitta doktordan so'rab bergin deb aytdilar. Men aytdimki, bujon sizga mana AI bor, shu AI ishlating, bemalol ishlatsangiz bo'ladi. Ular birinchi hayron bo'ldilar, birinchi tushunmadilar, lekin tushunishinglar uchun buvim yoshlari katta bo'lishlariga qaramasdan hozirgi kunda YouTube ishlatadilar, Telegram ishlatadilar. Men o'ylaymanki, sizni oila a'zolaringiz ham xuddi shunaqa. Shunday ekan, u odamlar o'sha hayotligida bemalol AI ishlatishayotgan bo'lsa, ya'ni sun'iy intellekt ishlatishayotgan bo'lsa, o'ylaymanki, sizlar ham bemalol ishlatsanglar bo'ladi. Biz bugun faqatgina uni qaysi holatlarda qanaqa ishlatish mumkinligini, ya'ni siz misol uchun 10 xil usulini biladigan bo'lsangiz, biz yana qo'shimcha 20 xil, 30 xil usulini o'rganishni, shularning borligini bilib, ishlatishni boshlashni o'rganib chiqamiz. Ismim Azizbek Bahodirov, men Udevs kompaniyasining asoschisiman. Biz IT sohasida 12 yildan beri shug'ullanib kelamiz. Shu kungacha 150 tadan ortiq produktlar qilganmiz, razrabotka qilib, ularni uspешно ishlatib berganmiz va biz har kuni doimiy tarzda o'zimizning ishimizda ham aynan shu AI orqali biznesimizni boshqaryapmiz. Men sizga videoni oxirigacha ko'rsangiz bitta muhim sirni ochaman va bu sir orqali siz o'zingizda o'sha bitta dona eng muhim ko'nikma hosil qila olasiz va aynan mana shu ko'nikma orqali hayotingizni sun'iy intellekt orqali to'liqligicha o'zgartirishingiz mumkin. Hozirgi kunda ko'pchilik даже AI ishlatadigan odamlar ham ular o'ylashadiki, faqat tekst ko'rinishida AI bilan gapirishsa bo'ladi. Ya'ni ko'pchilik bilgan o'sha ChatGPT faqat tekst yozadigan joyi bor. Faqatgina men unga tekst yozsam, u menga tekst orqali javob beradi deb o'ylashadi. Aslida olganda bu juda katta xato. Ya'ni hozirgi kunda AI juda ham ko'plab kombinatsiyalari bor siz qanaqa ishlatishingiz bo'yicha. Birinchisi va eng soddalaridan bittasi, siz ko'chada любой bitta o'ylagan narsangizni, misol uchun qanaqadir bir yangi mashina ko'rib qoldingiz va u mashinaning modelini bilmaysiz. Siz oddiy uni rasmga olasiz va AI ga so'raysiz, bu qanaqa mashina, qanaqa model, qayerda ishlab chiqarilganini so'raydigan bo'lsangiz, u sizga sразу javob beradi. Yoki bo'lmasa kinoda qanaqadir bir qiziqarli obyektga ko'zingiz tushib qoldi va uni ham rasmini olib turib, AI dan, ya'ni sun'iy intellektdan so'raydigan bo'lsangiz, sun'iy intellekt darhol sizga buni javobini beradi. Ikkinchi varianti, bu ham xuddi rasmga o'xshagan, faqat buni sal boshqaroq ko'rinishda ishlatsangiz bo'ladi. Misol uchun siz uyingizga bozorlik qilyapsiz va bozorda qanaqadir bir meva olyapsiz va u meva sizga misol uchun qanaqadir allergik ta'sir qiladimi, yo'qmi yoki bo'lmasa qancha kaloriyaga egaligini просто o'sha olayotgan produktingizni, ya'ni tovaringizni rasmga olasiz va sun'iy intellektdan so'raydigan bo'lsangiz, sun'iy intellekt o'zi uni tarkibida nimalar borligi, qancha kaloriyaligi, bu sizga ta'sir qiladimi, yo'qmi, hammasini aytib bera oladi. Uchinchisi, bu buzilgan narsalarni qanaqa qilib tuzatish haqida so'rasangiz bo'ladi. Bu o'zim ham hayotimda bo'lgan. Men yaqinda yangi domga ko'chib chiqdim va biza ko'chib chiqqanimizdan keyin qanaqadir bir hodisa bo'ldi va uyga to'pli polni aylantiradigan motor ishlamay qoldi. Men motorni rasmga oldim va sun'iy intellektdan so'radim, qanaqa qilib ishlatsa bo'ladi, nima muammo bo'lyapti va bo'layotgan holatlarni u menga o'zini savollarini berdi. Men u savollarga javob berdim va shu orqali uyda o'sha qishda juda sovuq paytda botdi, kechasi o'zim ustani ishtirokisiz o'sha motorni ishlatib olishga erishdim va bu juda osonligini tushunib yetdim. Agar men sun'iy intellektdan foydalanmasdan ustani kutadigan bo'lganimda, kamida bir sutka ustani kutib, ya'ni uyda, sovuq uyda o'tirishga majbur bo'lgan bo'lardim. To'rtinchisi, men o'ylaymanki, uy bekalarga juda ham yordam beradi. Misol uchun siz qanaqadir yangi kir moshina kelsa yoki bo'lmasa yangi kuxnyaga qanaqadir оборудование keladigan bo'lsa, siz uni qanaqa ishlatishni, qanaqa qilib yig'ishi yoki bo'lmasa qanaqa qilib kir yuvishni bilmaydigan bo'lsangiz, siz aynan AI dan buni so'rasangiz bo'ladi. Ya'ni kir moshinangizni rasmga olasiz yoki bo'lmasa yurmoqchi bo'lgan kiringizni ham rasmga olib turib so'rasangiz, AI sizga bundan qanaqa foydalanishi, qanaqa qo'llanmalari, qanaqa ketma-ketliklari borligini o'zi to'laqonli tushuntirib beradi. Beshinchisi, telefoningizda qanaqadir savolingiz bo'ladigan bo'lsa, o'sha ekranni bitta skrinshot qilib olasiz va savolingizni skrinshot bilan birgalikda AI ga yuklaysiz va AI darhol sizga javobini beradi. Ya'ni siz nima savol qidirayotgan bo'lsangiz, misol uchun mana Telegramda qanaqa qilib notifikatsiyalarni, ya'ni keladigan уведомлениyalarni yoqsam bo'ladi deb so'raydigan bo'lsangiz, u sizga ketma-ketlik bilan kerak bo'lsa, даже shunaqa AIlar bor, skrinshoti bilan birga sizga ko'rsatib beradi. Oltinchisi, bu ham rasm orqali, ya'ni ko'pincha misol uchun chet davlatlarga chiqadigan bo'lsangiz, u yerda har xil narsalarni yozib qo'yishgan bo'ladi. Biz yaqinda xodimlar bilan Vyetnamga dam olishga bordik. U yerda har xil narsalar yozib qo'yishgan, lekin biz u yerda nima yozilganini bilmaymiz. Sababi vyetnamcha yozuvda yozilgan ekan. Biz oddiy AI orqali bitta rasmga oldik, tashladik va qanaqa joyga kelganimizni, bu joydan turgan joyimizdan
o'zimizni gostinitsagacha qanaqa qilib yetib bora olishimizni aynan mana shu AI dan so'rab biz manzilimizga yetib olganmiz. 7-si buni do'konchilar yoki bo'lmasa tovar oldi sotdi bilan ishlaydiganlar ko'proq ishlatishligi mumkin. Ya'ni misol uchun tasavvur qiling, siz do'konda ishlaysiz va do'koningizga tovarlarning spiskasi keldi. U daftarda yozilgan, misol uchun qanaqadir yo bir A4 qog'ozda yozilgan va bu spiskani siz olib turib Excelga yoki bo'lmasa qanaqadir bir sistemaga kiritishingiz kerak. Bunaqa holatda nima qilsangiz bo'ladi? Ikkita yo'lingiz bor. Birinchisi o'sha hammasini bittalab qo'lda raspechatga qilib yozish. Bu juda ham ko'p vaqtingizni oladi. Ikkinchisi va juda ham tez amalga oshadigan yo'li, siz prosta qog'ozni rasmga olasiz va rasmga olingan narsalarni menga tablitsa formatida chiqarib bergin deydigan bo'lsangiz, AI sizga ularni aynan Excelga mos tushadigan tablitsa formatda, xohlasangiz Excelni o'zida yoki bo'lmasa Google Sheets'da ham chiqarib berishi mumkin. Bu orqali siz o'zingizni bir necha soatlik vaqtingizni nechadir minut ichida amalga oshirsangiz bo'ladi. Keyingi yo'li bu, biz bu haqida oldingi videoda ham aytib o'tgan edik. Ya'ni siz kimdir bilan o'tirib, uchrashuvingiz bo'lsa, diktafonni yoqib, bo'lgan hamma razgovori, ya'ni gaplashgan narsalaringizni yozib oladigan bo'lsangiz va u diktafonga yozilgan narsalarni AI ga yuklaydigan bo'lsangiz, AI sizga uni matnli variantini chiqarib berishi mumkin. Yoki bo'lmasa sizni xodimingiz sizni qaysidir mijozingizz bilan uchrashuv o'tkazgan bo'lsa, uni diktafonga yozib sizga tashlab beradigan bo'lsa, siz buni AI ga tashlaysiz va AI sizga katta tekst chiqarib berishi aniq. Undan ham oson yo'li, mana shuni qisqa qilib berganda, oxirgi xulosani menga aytgan deydigan bo'lsangiz, u sizga aniq xodimingiz sizni mijozingiz bilan nima haqida gaplashganini aniq tiniq qilib 1 2 3 qilib yozib bera oladi. Keyingi aytadiganimiz menimcha studentlar uchun juda ham qo'l keladi. Tasavvur qiling, siz qanaqadir bir leksiyada o'tiribsiz, qaysidir kurs bo'yicha dars o'tyapsiz va prezentatsiyada sizga doskaga ko'rsatyapti. Ko'p e'tibor bergan bo'lsangiz, oldinlar odamlar aytisharki, to'xtab turing, boshqa slaydga o'tkazmang, biz yozib olaylik, yozishga uspet qo'yamiz. Ana endi bunaqa muammolar umuman bo'lmaydi. Sababi, siz har bitta ko'rayotgan slaydingizni rasmga olasiz va hammasini AI ga yuklaydigan bo'lsangiz va mana shuni hammasidan kelib chiqib, menga tayyor konspekt qilib bergin deydigan bo'lsangiz, AI o'zi sizga to'laqonli darsni, to'laqonli konspekt qilib bera oladi. Keyingi modulga o'tadigan bo'lsak, bu asosan yozishmalar, ya'ni tekstlar bilan, har xil messajlar bilan ishlash. Hozirgi kunda oxirgi Telegram обновленияларida o'zingizlar ham ko'rgan bo'lsangiz kerak. Ya'ni siz kimgadir qanaqadir kattaroq tekst yozadigan bo'lsangiz, Telegramni o'zi sizga u tekstni ohangini taklif qiladi. Misol uchun siz qanaqadir bir hukumatda yoki bo'lmasa seriozniy ravishda ishlaydigan odamga xat yozayotgan bo'lsangiz, uni umumiy o'zingizning tilingizda tekstini yozib chiqasiz va Telegramdagi ma'lum bir knopkani bosadigan bo'lsangiz, biz videoda ko'rsatib ketamiz. Ana o'sha video orqali siz o'sha knopka orqali siz o'zingizning matningizni bo'lib formalliroq, ya'ni custom shumliroq variantda qiladigan bo'lsangiz bo'ladi. Yoki bo'lmasa aksi, xuddi shuni teskarisi, qanaqadir bir strogiy formatda yozilgan tekst bo'ladigan bo'lsa, siz uni olib turib, sal boshqacharoq, yaxshiroq emotsiya qo'shadigan bo'lsangiz, u sizga sal hazilomuz tarzda, sal qiziqarliroq qilib yozib yetkazishi ham mumkin. Bu ayniqsa ko'pincha tekstlar bilan ishlaydigan odamlarda yoki bo'lmasa marketolog, SMMchilarda juda qo'l keladi. Keyingi aytadiganim aynan o'sha yana marketologlarga yoki bo'lmasa copywriterlarga asosan juda ham qo'l keladi. Misol uchun bir xilla o'zi noldan biznes boshlayotgan bo'lsa ham, ular o'ziga har xil sotsial setlarda yoki bo'lmasa Telegram kanallarda har xil postlar yozishligi kerak yoki bo'lmasa ularning ustida ishlab qanaqadir chiroyli reklamli statiyalar yozishligiga to'g'ri keladi. Bunaqa holatlarda to'g'risi men o'zim ham bir xil payt juda ham qiynalaman va bundan kelib chiqib men olamanda nima haqida nima aytmoqchiligimni birinchi AI ga tushuntiraman va AI ga aytamanki, auditoriyam shunaqa va mana shu auditoriyaga osonroq, tushunarliroq, qiziqarliroq bu tekstni yozib bergin va tekstdagi so'zlarni ham bemalol kontrol qilsangiz bo'ladi. Ya'ni kattaroq tekst bo'lsinmi, kichkinaroq tekst bo'lsinmi, shundan kelib chiqib AI o'zi to'laqonli sizga juda ham zo'r bo'lgan tekstni generatsiya qilib beradi. Siz xohlasangiz uni sraz ishlatsangiz bo'ladi, xohlasangiz uni korreksirovka qilib yoki qanaqadir joylarni yana to'g'rilab, keyinchalik ishlatsangiz ham bo'ladi. Keyingi tekstlar bilan ishlash bu u bor tekstlarni tarjima qilish hisoblanadi. Ya'ni men o'zim ham hayotimda ko'pincha uchrataman. Biz bir nechta davlatlar bilan biznes qilishganimiz hisobiga ba'zida bizga keladigan do'g'orlar boshqa tilda bo'ladi. Yoki bo'lmasa biz har xil Xitoydagi devicelarga, ya'ni Xitoydan kelgan tovarlarga o'zimizning kodlarni yozamiz. Integratsiya jarayonlarida bizga rosa qiyin bo'lardi oldinlari. Ya'ni ko'pincha o'zingizlar ham bilsangiz kerak, Xitoydan оборудование oladigan bo'lsangiz, uni hamma teksti xitoychada yozilgan bo'ladi. Uni umuman tushunish imkoni yo'q. Hozirgi kunda buni yo'li juda ham oson. Tayyor u PDF faylda bo'lsa, PDF faylini o'zini tashlaysiz yoki bo'lmasa rasmga olib turib, rasmini tashlaysiz. Mana shuni hammasini menga o'zbekchaga yoki ruschaga yoki inglizchaga, qaysi tilga bo'lishidan qat'iy nazar tarjima qilib bergin deydigan bo'lsangiz, 95-99% gacha u AI o'zi 1 minut ichida juda ham cho'tka qilib tarjima qilib beradi. Bu hayotdagi ishingizni juda ham 10 baravargacha osonlashtiradi, chunki men eslayman, oldinlari AI yo'q paytda biz buni
kunlab tarjima qilardik va har doim tarjimon topishimizga, unga normalniy pul sarflashimizga to'g'ri kelardi. Keyingisi bu katta matnlarni yoki bo'lmasa qanaqadir katta dokumentlarni yoki bo'lmasa kitoblarni siqish. Men o'zim hayotimda ham bunaqa narsalarni ko'p ishlataman. Ya'ni, misol uchun tasavvur qiling, bir qanaqadir qiziqarli kitobni tanishingiz sizga maslahat berdi. Lekin siz o'ylanib turibsiz, bu kitobni oxirigacha o'qish o'zi вообще stoyitmi yoki vaqtingizni ketkazmaganingiz yaxshimi? Shunaqa holatda kitobni agar PDF varianti bo'ladigan bo'lsa, uni olasiz, masalan ChatGPT ga yuklaysiz va unga aytasizki, mana shu kitobning mazmunini menga 5 varroqli qilib chiqarib ber deysiz. Undan keyin o'sha 5 varroqni o'qib chiqasiz. Agar o'sha 5 varroqda yozilgan narsa sizga qiziq bo'ladigan bo'lsa, kitobni dalsha o'qisangiz bo'ladi boshidan. Lekin agar u narsa qiziq bo'lmaydigan bo'lsa, vaqtingizni bekorga sarflamasangiz ham bo'ladi. Bu sizni ancha vaqtingizni va energiyangizni, resurslaringizni ekonom qilib qoladi. Keyingisi CV yoki rezyumelarni tuzish. Buni rekruting sohasidagilar yoki bo'lmasa ishga kirayotgan odamlar juda ham ko'p ishlatishadi. Men o'zim ham hayotda ko'p ishlataman. Tasavvur qiling, siz finansistni ishga qidiryapsiz, lekin aynan qanaqa finansist kerakligini siz CVsini yozib berishingiz kerak. Oldinlari qanaqa bo'lardi? Oldinlari rekruterlar o'tirishardi, ishga xodim olmoqchi bo'lishsa, ikkita yo'li bor edi. Yoki prosta bizga finansist kerak deb yozib berishardi, yoki bo'lmasa boshqa bir kompaniyani yozgan trебованияларni, ya'ni kerakli rezyumesini olishardi, copy paste qilib turib, o'zligini headhunterligiga qo'ygan bo'lishardi va bu har doim ham yaxshi alomatlar bermasdi. Sababi har bitta kompaniyaning ichki prosesslari bir-biridan keskin farq qiladi. Hozirgi kunda buni yo'li juda oson. Tasavvur qiling, sizga finansist kerak bo'ladigan bo'lsa, siz kompaniyangizni nima bilan shug'ullanishini aytib, AI orqali finansistga yuklanadigan vakansiyani tekstini generatsiya qilsangiz bo'ladi. Даже rasmini ham qo'shib ketsangiz bo'ladi va u vakansiyani kerakli saytlarga joylashtirasiz va u saytlar orqali tasavvur qiling, sizga 20 ta har xil odamlar o'zligini o'tkilikligini berishdi, ya'ni zaявка qoldirishdi. Oldinlari nima bo'lardi? Har bitta odam o'tirib buni bittalab обработка qilishga majbur bo'lardi. Hozirgi kunda buni yo'li juda ham oson. Siz hamma kelgan, misol uchun 20 ta bo'ladimi, 50 ta bo'ladimi, hammasini bitta joyga yig'asiz, hammasini AI ga berasiz va shularning ichida top 5 ta menga eng zo'r to'g'ri keladiganini, meni vakansiyamga eng zo'r mos keladiganini topib bergin desangiz, AI sizga tekinga rekruterlik xizmatini ko'rsatadi, ya'ni o'zi qidirib, har bittasini o'qib chiqib, sizga eng zo'r mos keladiganlarni ko'rsatadi. Keyingisi har xil odamlar bilan dogovor yoki bo'lmasa har xil shartnoma qilayotganingizda rosa yordam beradi. Misol uchun, bizning kompaniyada ham har oyda bir nechtalab dogovorlar, ya'ni kontraktlar qilamiz. Bunaqa holatda oldin biz har doim majbur bo'lardik. Har bitta dogovori, har bitta izmeniyasi bo'lganda yuristdan ruxsat olib kelishimiz kerak edi, yurist qo'l qo'yib berish kerak edi. Hozirgi kunda bo'lsa bu umuman shart emas. Ya'ni biz dogovorni klientimizga tashlab beramiz, klientimiz ko'rib, o'zini qo'shadigan qo'shimchalarni qo'shadi va bizga beradi. Biz buni olamizda har doim cloudga tashlaymiz. Cloud bizga qanaqa atvet beradigan bo'lsa, ya'ni bu umumiy korxonani ichki siyosatiga to'g'ri keladigan bo'lsa, bu dogovor bezopasniy bo'ladigan bo'lsa, ya'ni hech qanaqa xavf-xatar ko'rmayotgan bo'lsak, biz bu dogovorni sразу imzolasak bo'ladi. Boshqa holatda bo'lsa, oldinlari bu jarayon bir necha oylab cho'zilib ketgan vaqtlar ham bo'lgan. Hozirgi kunda biz o'zimizdan sezyapmizki, biz ham cloudda uni generatsiya qilamiz, bizning klientimiz ham bizning generatsiyadan kelib chiqib, o'zini boshqa cloudingizda bu narsani ko'rib chiqib, o'zini kommentariyalarni beryapti va bu общий umumiy bo'layotgan prosessni juda ham tezlashtiryapti. Keyingisi buni ota-onalarga ancha katta foydasi bor deb o'ylayman. Agar sizni farzandlaringiz bo'ladigan bo'lsa va farzandlaringizga tasavvur qiling, qayergadir bordinglar, ularga siz qanaqadir bir qiziqroq temada erta aytib berishingiz kerak. Misol uchun, Drakola to'g'risida yoki bo'lsa bilmadim, choynak to'g'risida erta to'qib aytib berishingiz kerak. Har doim ham hammani ham bunga fantaziyasi ishlamasligi mumkin yoki bo'lmasa har doim ham siz oldingizda erta kitob olib yurmasligingiz bu aniq bo'ladigan holat. Shundan kelib chiqib, siz farzandlaringizni xohishidan kelib chiqib turib, o'zingiz qanaqadir bir ertak generatsiya qilsangiz bo'ladi va bu ertagingiz boshqa ertaklardan ajralib turadigan haqiqiy unikal ertak bo'lishi ham aniq. Chunki AI sizga generatsiya qilayotganda siz o'zingiz uni qanaqa millattanligingizni hisobga oladi, qanaqa tilda qilishi va qanaqa yoshdagi bolalarga qilayotganingizni hisoblab oladi-da, shulardan kelib chiqib juda ham zo'r bo'lgan ertak chiqarib beradi, generatsiya qilib beradi. To'g'risini aytadigan bo'lsam, men ham o'zim ham ota sifatida hayotimda bir necha bora mana shunaqa AI orqali generatsiya qilingan ertaklarni farzandlarimga aytib berganman. Keyingisi ish va biznes moduli, ya'ni siz AIni o'zingizning ishingizda, o'zingizning biznesingizda qanaqa ishlatsangiz bo'ladi. Biz tepada ham bir necha yo'llarni ko'rib o'tib ketdik, lekin hozirgi aytadiganlarimiz aynan davlat ishida ishlaydiganlar yoki bo'lmasa qanaqadir ofisning ishida ishlaydiganlar uchun ayni muddao bo'ladi degan umiddaman. Birinchisini aytadigan bo'lsak, ko'pchilik har kunlik grafikini to'g'ri nazorat qilishi juda ham qiyin bo'ladi. Sababi u odamni bir kunda bir nechta odamlar bilan vstrechalar bo'lishi mumkin.
hozirgi kunda shunaqa imkoniyatlar chiqqanki, ya'ni misol uchun siz Telegramga o'zingizni AI'ingizni ulab qo'yasiz va hammani sizga yozganlardan, undan tashqari sizni kalendaringizda nazarcha qilingan vstrechalardan kelib chiqib, sizni ideal ish kuningizda AI o'zi, ya'ni AI assistentingiz o'zi sizga tuzib berishi mumkin. Bu hozirgi kunda umuman yengil emas va o'sha orqali qiladigan bo'lsangiz, baribir ham o'zingiz ruchnoy qiladigan bo'lsangiz, bunga qanchadir vaqtingizni sarflagansiz, nimadir esingizdan chiqarib qo'ygansiz. AI bo'lsa, u charchamaydi, esdan chiqarmaydi va sizni o'zingizni holatingizdan, даже misol uchun obed qilish yozmagan bo'lsangiz, AI o'zi obed qilishni ham yozib ketishi mumkin yoki bo'lmasa kechki ujinlarni ham o'zi hisobga olib ketishi mumkin. Undan keyingisi bu hisobotlarni yozish, hisobotlar bilan ishlash, hisobotlarni tekshirish. To'g'risini aytadigan bo'lsam, har oy men o'zim bu funksiyadan juda ham aktiv foydalanaman. Ya'ni har oy oxirida bizga finansistimiz oylik hisobotlarni, ya'ni xarajatlarni, qayerga qancha xarajat qildik, qayerdan qancha daromad qildik, hammasini olib kelib ko'rsatadi. To'g'risini aytadigan bo'lsak, u yerda minglab strokalar bor, ya'ni ming qatorlab yozilgan narsalarni bittalab o'tirib tekshirib chiqish bu sizni ancha ko'p vaqtingizni oladi va agar charchagan holatda bo'ladigan bo'lsangiz, qanaqadir rasxodlarni ko'rmasdan o'tib ketishingiz mumkin yoki bo'lmasa oydan oyga nisbatan bo'layotgan qanaqadir bir anomaliyalarni hisobga olmayotgan bo'lishingiz mumkin. AI bo'lsa charchamaydi ham, bunaqa narsalarni ko'zdan qochirmaydi ham va o'zi o'tirib hammasini ko'rib, undan kelib chiqib sizga tegishli xulosalar ham berishi mumkin. Ya'ni oddiy odam sifatida siz har doim ham o'qigan otчёtlaringizdan tegishli xulosa chiqarmasligingiz ham mumkin. AI bo'lsa o'qib turib, sizni даже xayolingizga kelmagan xulosalarni berishi mumkin. Misol qilib aytadigan bo'lsak, sizni oylik daromadingiz kamayib ketayotgan bo'lsa, AI sizga aytishi mumkin, "Mana bunaqa klientlar bilan ishlayotganingda, seni daromading ko'proq bo'lyapti. Demak, keyingi oy yana mana shunaqa klientlar bilan ko'proq ishlashga harakat qilgin." Yoki bo'lmasa, "O'tgan oy sen oyligiga shuncha million rasxod qilganingni, bu oy ancha ko'tarilib ketdi. Misol uchun 10-15% ga ko'tarilib ketgan. Demak, kimgadir yoki ko'p to'lab yuboryapsan, yoki bo'lmasa nimadir hisobga olmayapsan. Keskin oylikda ko'tarilish bo'libdi, o'zgarish bo'libdi. Shuni hisobga olganda, shuni optimizatsiya qilgin" degan har xil sizga ideyalar berishi mumkin. Keyingisi har xil ideyalar uchun ishlatsangiz bo'ladi. Ya'ni AI dan siz qanaqadir biznes planlar qilsangiz bo'ladi, bozorni analiz qilsangiz bo'ladi yoki bo'lmasa qanaqadir bir har bitta klientingiz uchun maxsus kommersiy предложениyalar, ya'ni maxsus prezentatsiyalar tayyorlasangiz bo'ladi va bunda AI sizga juda ham mos keladi. Oldinlari biz AI bo'lmagan paytda Google dan qidirib, topib, ko'zimiz yetganini, qo'limizga tushgan material olardik, shulardan kelib chiqib prezentatsiyalar tayyorlardik. Hozirgi kunda bo'lsa, любой bitta xodim уже AI ishlatish biladi va ularni qilayotgan tahlillari, qilayotgan ideyalari, ko'rsatayotgan variantlari ancha sifatli, ancha tez, eng muhimi ancha tez. Mana shuni 3 martalab qaytarishga ham roziman. Chunki oldinlari buni narsani qilib, bu narsani oxirgi finalniy rezultatga olib kelishga juda ham ko'plab kunlab, haftalab vaqt ketkazgan bo'lardik. Keyingisi ko'pchilik Excel bilan ishlagan yoki bo'lmasa qanaqadir bir otчёt qilgan odamlar meni hozir juda ham yaxshi tushunishadi. Odatda bo'ladiki, Excel ishlatayotganingizda qanaqadir joyda nimadir formula ishlatmoqchisiz, bu formulani 1-2 yil oldin qattiq ko'rgansiz yoki ishlatib ko'rgansiz, lekin hozir sizning esingizdan chiqib qoldi. Mana shunaqa holatlarda siz shunday Excelingizni skrinshotga olib turib, любой bitta AI ga, ya'ni sun'iy intellektga beradigan bo'lsangiz va o'zingizga nima kerakligini aytadigan bo'lsangiz, sun'iy intellektni o'zi qaysi yacheykaga qanaqa formula qo'yish kerak, qanaqa ishlatish kerak, hammasini sizga aytib tushuntirib beradi. Buning uchun siz soatlab Google da har xil statyalarni o'qib o'tirishingiz, qidirib o'tirishingiz umuman shart emas. Keyingisi ish jarayonlarida siz qanaqadir xodim oladigan bo'lsangiz, siz unga playbook deyiladi. Ya'ni u qanaqa ish qo'llanmasi, nima ish qilish kerak, qaysi ish qilish kerak, qaysi ish qilish kerak emas, nima javobgarliklar undan kutilyapti, nima javobgarliklar undan kutilmayapti. Mana shuni hammasini unga tekstli formatda taqdim qilinishi kerak. Odatda endi misol uchun ayniqsa startaplarda har doim bunaqa katta dokumentatsiyalar qilinmagan bo'ladi. Shunaqa holatlarda siz o'zingizni butun bor qo'lingizdagi yetarli hamma narsani beradigan bo'lsangiz va shulardan kelib chiqqan holda, misol uchun marketolog uchun kerakli qo'llanma yozib bergin deydigan bo'lsangiz, AI aynan sizni korxonangizdan, aynan sizni ichki qanaqa ishlashingizdan, qanaqa pravilalar borligidan kelib chiqib, marketolog uchun eng kerakli, eng zo'r bo'lgan qo'llanmani yozib berishi mumkin. O'zingiz ham bilasiz, har doim ham hamma ishxonalarning ishlashi bir-biriga bir tushirmaydi va aynan shunaqa holatlarda mana shu funksiya juda ham katta yordam beradi. Va biznes modulidagi oxirgi funksiya bu har xil qiziqarli dashbordlar yasash. Odatda bo'ladiki, siz qanaqadir otчёtlar olasiz, ular faqat yacheykalar ko'rinishida faqat har xil raqamlardan tashkil topgan va bu raqamlardan siz qanaqadir xulosa qilishingiz juda ham qiyin. Hozirgi kunda deyarli любой bitta AI da mana shunaqa funksiya bor. Ya'ni siz misol uchun Cloud'dan so'rasangiz bo'ladi. Mana shu tablitsadan kelib chiqib, ya'ni mana shu otчёtdan kelib chiqib, menga oylik hisobotlarimni o'zing qilib bergin deydigan bo'lsangiz, u sizga o'zi rang-barang qilib, chiroyli qilib, eng muhim metrikalarni hisobga olgan holatda juda ham zo'r, aktual va chiroyli bo'lgan, o'qishga, tushunishga oson bo'lgan tayyor dashbordni o'zi yaratib beradi. Bu
ishingizni juda ham effektivnisini oshirishi aniq. Keyingi modulga o'tamiz. Bu modulimizda aynan kreativ va dizaynlar bo'yicha sun'iy intellektning roli. Oldinlari to'g'risi men o'zim ham shu fikrda bo'lganman. Ya'ni hamma aytardiki, sun'iy intellekt chiqishi mumkin, hisob-kitobni o'rganishi mumkin, qanaqadir kod yozishni o'rganishi mumkin, lekin sun'iy intellekt hech qachon rasm chizishni, ashula aytishni yoki bo'lmasa qanaqadir bir multiklarni, har xil chiroyli videolarni yaratishni hech qachon bilmaydi. Sababi odamlar buni tvorческий, ya'ni ilhomi bor, har xil talanti bor odamlar qila oladi, boshqalar umuman qila olmaydi deb o'ylashardi. Lekin aslida sun'iy intellekt chiqib, buni odamlar ishlatishni boshlaganda birinchi bo'lib biz shu narsani guvohi bo'ldikki, ya'ni birinchi bo'lib aynan mana shu industriyani sun'iy intellekt juda ham katta qamrab oldi desak, adashmagan bo'lamiz. Sababi biz o'zimizda ham oldin dizayn otdelimizda 7 ta 8 talab dizayner ishlatardik. Hozirgi kunda bitta dona dizaynerimiz bor. Bu nimadan dalolat beradi? Ya'ni oldinlari biz o'ylardikki, faqat hisob-kitobga tayangan narsalarni sun'iy intellekt zamini qila oladi. Lekin aynan ijodga, fokusga, ya'ni odamlarni qanaqa o'ylashiga, qanaqa dizaynni qabul qilishiga tayangan narsalarni sun'iy intellekt qila olmaydi deb o'ylardik. Aslida bu yolg'on bo'lib chiqdi. Ya'ni sun'iy intellekt chiqqandan keyin hozirgi kunda mana Nano Banana bor, Cloudy Figma bilan ishlaydigan modullar, Cloudy Design degan modullar bor. Dizayn qiladigan va ko'plab modullar bor. Hozirgi kunda AI orqali odamlar rasm generatsiya qilishyapti, logotip generatsiya qilishyapti, futbolkalarni dizaynini qilsangiz bo'ladi. Xonangizni mana shu o'tirgan xonamizni rasmga olib turib, modern stilda qilib bergan desangiz, 5 minutda bu narsani sizga tekinga qilib beryapti. Undan tashqari ashula aytayotgan AIlarni ko'ryapmiz biz sizlar bilan yoki bo'lmasa multik olayotgan, qanaqadir har xil chiroyli roliklar, videolar, kinolar generatsiya qilayotgan AIlarni kutyapmiz. Ko'rib nazorat qilib ko'ryapmiz va agar oxirgi payt e'tibor bergan bo'lsanglar, oxirgi yangiliklarni o'qigan bo'lsanglar, aynan Gollivudda ham katta kompaniyalar o'zligini bor pulligini aynan shu AI ga investitsiya qilib olishyapti. Hammamiz bilgan James Cameron, ya'ni Avatar yoki bo'lmasa Titanic filmlarining rejissyori ham o'zini katta mablag'ini aynan shu AI ga rivojlantirish va AI orqali kino industriyasini rivojlantirish, ya'ni qisqa qilib aytganda sun'iy intellekt orqali kino olishga yo'naltiryapti. Keyingi modulga o'tadigan bo'lsak, bu o'qish va o'rganish, ya'ni ta'lim sohasida sun'iy intellektni qanaqa ishlatsa bo'ladi. To'g'risi, men o'zim ham yaqinda bitta kurs bo'yicha tayyorgarlik ko'rishim kerak edi, prezentatsiyalar qilishim kerak edi. Men sizlarga aytaman, butun boshli kursni plani, uni prezentatsiyalari, qaysi modulda nimalar aytilishi, hammasini men birinchi o'zimni tilimda, ya'ni o'zim bilgan ma'lumotlardan, o'zimda bor ma'lumotlardan kelib chiqib AI ga yukladim. AI bo'lsa menga finalni tayyor prezentatsiya qilib berdi. Bu meni nechadir soatlab, nechadir kunlab vaqtimni ekonom qilishiga olib keldi va o'zim kutgan narsani o'zim kutgandan ham a'lo darajada olishimga sababchi bo'ldi. Undan tashqari AI ga shunaqa zo'r funksiyasi bor. Ayniqsa Cloudy'da bu narsa juda ham zo'r ishlaydi. Tasavvur qiling, siz qanaqadir bir formulani yoki fizika bo'yicha yoki matematika bo'yicha qanaqadir formulani o'rganyapsiz, o'shani ustida ishlayapsiz. Cloudy hozirgi kunda shunaqa darajada qilib bera oladiki, ya'ni sizni formulangizda sizga vizualizatsiya qilib bera oladi. Ya'ni grafik ko'rinishda yoki bo'lmasa qanaqadir bir animatsiyalar ko'rinishida bu yozilgan formula hayotda, amalda qanaqa ishlashini ko'rsatib bera oladi. Va bizning ko'zimiz aynan shu vizualizatsiyadan, ya'ni rasmdan yaxshiroq informatsiya olganimiz hisobiga o'rganayotgan narsamizni ancha osonroq, ancha tezroq, ancha yaxshiroq tushunishimizga olib keladi. Hozirgi kunda shunaqa AIlar bor. Sizga to'laqonli ingliz tili o'qituvchisi bo'lishi mumkin, ximiya o'qituvchisi mumkin, matematika, ona tili, adabiyot, любой bitta fanni siz oladigan bo'lsangiz va AI ga menga shu bo'yicha o'qituvchilik qilgin deydigan bo'lsangiz, men aminmanki, u sizga to'laqonli o'qituvchilik qiladi. Lekin o'rni kelganda aytib o'tish kerak, nima endi bu degani AI rivojlanib ketadi, ya'ni sun'iy intellekt chiqqandan keyin o'qituvchilar ishsiz qoladimi, ularni keragi bo'lmay qoladimi? Men o'ylayman, umuman bunaqa emas. Bu instrument faqatgina o'qituvchilarni yana ham yaxshiroq dars berishiga, yana ham yaxshiroq, chuqurroq, zo'rroq bolalarga ma'lumot berishiga yordam beradigan narsa. Lekin haqiqiy inson omili, ya'ni pedagog odam o'tirib, uni har bitta shogirdini, studentini ichki tuyg'ularini tushunib, ulardan kelib chiqib, unga podxod qilib, unga yetkazib berayotgan informatsiyasi va eng muhimi undan orqasiga tepib qani u ishni nima qilmading deb so'rab, so'kib olishini baribir ham AI hech qachon zamina qila olmaydi deb o'ylayman. Keyingisi, siz sun'iy intellektni kundalik hayotda, ya'ni uyda qanaqa ishlatsangiz bo'ladi. Bundan oson primer qilib aytamiz. Misol uchun men o'zimning ayolim ham bundan foydalanadi. Ya'ni uyda, misol uchun biz har 2 haftada bitta bozorlik qilamiz va shunaqa holatda biz nima qilishga o'rganib olganmiz?
Prosta xolodilnigimizni ochamiz, uni rasmga olamiz va kuxnyada o'sha har xil mahsulotlar turadigan bo'limni ochamiz, shkaf ochamiz, uni rasmga olamiz va buni hammasini sun'iy intellektga biz aynan Cloudini ko'proq ishlatamiz. Unga yuklaymiz va aytamiz: bizga bir haftalik yoki bo'lmasa bir oylik ro'zg'or uchun nima mahsulotlar olishimiz kerak, shularni kategoriya bo'yicha yozgin va bizga checklist qilib bergin deb aytamiz. Va bundan kelib chiqib Cloud o'zi bizga har bittasini kategoriyasi bo'yicha checklist ko'rinishida beradi. So'rashingiz mumkin, nimaga aynan kategoriya ko'rinishida? Sababi siz korzinkaga yoki bo'lmasa bozorga tushadigan bo'lsangiz, ma'lum bir mahsulotlar har doim ketma-ketlikda, ya'ni o'zini kategoriyasi bo'yicha sotiladi. Menimcha oranglarda menga o'xshagan hamma bo'lsa kerak, birinchi korzinkani boshidan narsa sotib olgansizda, keyin yana oxiriga borib turib, yana bir marta orqangizga qaytib kelgansiz, chunki nimadir narsa spiskani oxirida bo'lgani uchun. Mana shunaqa odamni qiynab qo'yadigan holatlarga ham ancha kamroq tushishingizga sababchi bo'ladi, chunki AI buni o'zi bilib, qaysi mahsulot qaysi kategoriyaga kirishini o'zi hisoblab chiqa oladi. Bundan tashqari, agar siz misol uchun o'rtoqlaringiz bilan dachaga ketayotgan bo'lsangiz va dachaga 2 kunga yotib qolishga ketayotgan bo'lsangiz, bu holatda ham bemalol ishlatsangiz bo'ladi. Ya'ni o'rtoqlaringiz sonini yozasiz, necha kunga chiqasizlar, nima ovqatli yeyish sizlarga yoqadi, qanaqa vaqtda chiqasizlar va qanaqa joyga chiqasizlar. Shundan kelib chiqqan holatda va aynan o'sha paytda hozir kunda sezonniy mahsulotlardan kelib chiqqan holatda sun'iy intellektda o'zi sizga tayyor bozorlikni ro'yxatini qilib bera oladi. Xohlasangiz o'zing taxminan bor ma'lumotlardan kelib chiqib narxini ham yozib bergin desangiz, o'zi taxminan mana shu bo'ladigan bozorligingiz sizga necha pulga aylanishini ham tashlab bera oladi, hisoblab bera oladi. Buni holatda men o'ylaymanki, ayniqsa hozir kunda dacha sezoni bo'lyapti, tog'ga ko'p chiqib san bozorlik qilasan, men bozorlik qilamanmi degan bolalarga tashlab qo'ysangiz, men o'ylaymanki, rosa video foydali bo'ladi. Keyingisi, hozir kunda rosa trend bo'lyapti. Hammamiz har xil joylarga sayohat qilyapmiz. Men o'zim ham xuddi shunaqaman. Rosa ko'p joylarga sayohat qilish menga juda ham yoqadi. Bu mening hobbiyim. Men o'zim nima qilaman? Har doim qayergadir chet elga yoki bo'lmasa qaysidir viloyatga safar qilayotganimda, men har doim AI dan so'rashga odatlanib oldim. Ya'ni qayergadir boradigan bo'lsam, men mana shunaqa joyga shuncha kunga ketyapman. Menga mana bunaqa joylarga borish qiziq. Undan tashqari sen hisobga olganda yana qanaqa joylarga borsam bo'ladi va har kun bo'yicha aynan lokatsiyalarning ketma-ketligi bo'yicha o'zing individualniy, unikalniy lokatsiya menga tuzib berganda, hammasini hisobga olgin. Kun tartibimni, qayerga borishim kerak, undan keyin nima qilishim kerak va bularning hammasi menga taxminan nech pulga aylanadi oxir-oqibat. Ya'ni men nech pul byudjetda bu sayohatga ajratishim kerak, shuni hammasini so'raydigan bo'lsangiz, AI sizga o'zi idealniy, optimalniy variant qilib beradi va agar mabodo u qilib bergan variant sizga yoqmaydigan bo'lsa, bemalol sun'iy intellektdan so'rasangiz bo'ladi. Ya'ni men boradigan joylar, misol uchun sizga vino ichadigan joyga borgin deb aytib qo'yish mumkin. Agar siz Gruziyaga borgan bo'lsangiz, bunaqa holatda men narsalar menga to'g'ri kelmaydi, bularni to'g'rilagin, o'rniga boshqa narsani bergin deydigan bo'lsangiz, u sirazu o'zi qilib bergan spiskasini update qilib beradi va sizga aynan to'g'ri keladigan holatda kerakli spiskani chiqarib bera oladi. Men o'zim to'g'risi buni deyarli har safarga chiqqanimda ishlatadigan bo'ldim. Va mana shu joyda aytib ketish kerak, oldinlari bunaqa xizmat ko'rsatishni birinchidan biz bilmas edik. Boradigan bo'lsak, как minimum gidga pul to'lashimiz kerak bo'lardi va gid bizani ancha-muncha pulimizni olardi va har doim ham u hamma kerakli joylarga olib bora olmaydi. Sababi gidlar ham, ular ham inson o'zini informatsiyasini, ya'ni o'zini miyasida bor narsalardan kelib chiqib, o'ziga yoqtiradigan va odatda restoranlarda qaysi restoran unga ko'proq cashback beradigan bo'lsa, aynan o'sha restoranlarga olib borishgan. Hozir kunda aynan siz Gemini ishlatadigan bo'lsangiz, Gemini butun Google kartasiga dostupi bo'lgani uchun u o'sha har bitta regiondagi eng zo'r restoranlarni, eng yaxshi odzivlar, ya'ni revyusi o'sha klientlar qoldirgan ma'lumotlari eng yaxshilariga olib boradi. Keyingisi, ko'pchilik kechqurun bo'lganda qanaqa kino ko'rishni topolmay qolishi mumkin. Men o'zimda ham shunaqa odatim bor. Qanaqadir kinolar ko'raman deb va aynan qaysidir ko'rgan kinoyimga o'xshash boshqa bir kino ko'rgim keladi, lekin bu kino qanaqaligini o'zim ham bilmayman. Mana shunaqa holat bo'ladigan bo'lsa, o'zingizga yoqtirgan kinoni 4ta 5tasini spiskasini yozing va AI dan so'rab ko'ring. AI sizga top 10 ta eng mana shunga o'xshash keladigan kinolarning spiskasini chiqarib beradi. Men o'zim ham buni bir nechta marta ishlatib ko'rganman, rosa katta foyda bergan. Keyingisi bu sovg'a tanlash yoki bo'lmasa qanaqadir bir ikkita mahsulot o'rtasida o'ylayotgan bo'lsangiz, qaysi biri to'g'riroq keladi, qaysi biri afzalroq bo'ladi, shuni tanlash. To'g'risi men eng oxirgi marta buni qachon ishlatdim? Yaqinda o'zimni sherigimga, ya'ni do'stimga, partnyorimga biza mashina sovg'a qilmoqchi bo'ldik va uni xarakteristikasini, nimalar unga yoqishi, nimalar yoqmasligini bizning regionimizdan kelib chiqqan holatda men AI ga savol berdim. Ya'ni O'zbekiston sharoitida mana shunaqa byudjetga eng ideal qaysi sovg'a to'g'ri keladi deb so'raganimda, u menga aynan mana shu mashinalarni olsang bo'ladi deb aytdi va ularni aytganining orasida bitta mashina men xayolimda ham yo'q edi, lekin juda ham optimal mashina bo'lib chiqqani uchun biz aynan o'sha mashinani olishga qaror qildik. Ya'ni sun'iy intellekt, bitta so'z bilan aytganda, odamlarni даже qaysi mashina sotib olishiga ham
o'zini влияниясini o'tkazyapti deb aytsak adashmagan bo'lamiz. Keyingisi, ko'pchilik mana uyda o'zini farzandlari bor, nevaralari bor. Bularni tarbiyasida, bular bilan o'ynashda, bular bilan qayergadir borganingizda aynan bolalar bilan birga qanaqa kitoblar o'qisa bo'ladi, qanaqa o'yinlar o'ynasa bo'ladi yoki bo'lmasa qanaqa qiziqarli bir mashg'ulotlar o'ylab topsa bo'ladi yoki qanaqadir bir qiziqarli соревнованиялар o'tkazsa bo'ladi. Mana shularni hammasini AI orqali amalga oshirsangiz bo'ladi. Undan tashqari siz o'zingizni farzandingizda qanaqadir kasal bo'lib qolgan bo'lsa yoki bo'lmasa nimadir toshib ketayotgan bo'lsa ham doimiy tarzda har doim ham doktorga borish imkoniyati bo'lmaydi. AI dan foydalansangiz bo'ladi. Undan tashqari bolangizni psixologiyasida ham nimadirlar o'zgarib ketayotgan bo'lsa, aynan AI dan so'rab ko'rsangiz bo'ladi. Faqat bitta narsani esdan chiqarmaslik kerak. AI degani bu полноценный doktor yoki bo'lmasa полноценный psixolog degani emas. Albatta siz har doim maxsus bir mutaxassislar bilan maslahatlashishingiz kerak, ulardan fikr so'rashingiz kerak. Lekin har doim ham afsuski hayotimizda bunga imkoniyat bo'lmaydi, sharoit bo'lmaydi. Shuning uchun aynan shunaqa holatlarda AI ishlatsangiz, bu sizga juda ham yaxshi rezultatlar beradi deb o'ylayman. Keyingi qism bu ko'pchilikga qiziq, pul va moliya bo'limi, ya'ni finanslar, shaxsiy xarajatlar. Bunaqa joyda biz AI ga qanaqa ishlatsak bo'ladi? Men sizlarga sразу oddiy bitta life hackni o'rgataman. Mana misol uchun hammamizda Payme yoki Click bor. Kiringda bir oyda qilgan hamma rasxodlaringizni skrinshot qiling. Agar sizda qaysidir bank приложенияsi bo'lsa, u yerda spetsialniy funksiyasi bo'ladi. Har doim o'sha bankdagi bir oy yoki bo'lmasa oxirgi bir necha oy ichida qilingan rasxodlarni bitta knopka orqali skachat qilib olsangiz bo'ladi. PDF qilib bank o'zi sizga tayyor qilib tashlab beradi. Mana shunaqa holatlarda shuni olasiz va любой bitta misol uchun cloudga beradigan bo'lsangiz, cloud ayniqsa yaxshiroq qiladi. Mashinlardan kelib chiqib, meni bir oy ichida aynan qanaqa joylarga nima pullar rasxod qilganimni hisoblab bergan va dashbord ko'rinishida chiqarib bergan deydigan bo'lsangiz, AI o'zi sizga bir oy davomida siz nimalarga rasxod qildingiz, misol uchun nimaga ovqatlandingiz, nimaga obed qildingiz yoki bo'lmasa telefonga qancha pul to'ladingiz, uy ro'zg'origa agar misol uchun qattiqroq qarzingiz bo'lsa, qarzlaringizga qancha to'ladingiz, hammasini dashbord ko'rinishida chiqarib bera oladi. Sizda savol bo'lishi mumkin, qayerdan AI bu narsalarni biladi, ya'ni qayerdan hisoblab bera oladi bu narsalarni deydigan bo'lsangiz, bilsangiz agar e'tibor berib qaragan bo'lsangiz, bankdagi har bitta bo'lgan provodkada o'zini maxsus nomerlari, ya'ni tranzaksiyani o'zini shotlari, yullitsoni nomlari bo'ladi. AI bo'lsa analitika qilayotganda aynan mana shularni xulosa qilib turib, mana shulardan kelib chiqqan holatda sizga bir oxirgi finalniy dashbordni qilib beradi. Undan tashqari sizda misol uchun hayotingiz bo'yicha qanaqadir bir finansiy maqsadlar qo'ygan bo'lishingiz mumkin. Bu misol uchun uy olmoqchi bo'lgan bo'lishingiz mumkin yoki bo'lmasa qanaqadir mashina olmoqchisiz. Siz o'sha xarajatlaringizni berganingizdan keyin siz AI ga aytsangiz bo'ladi. Mana meni yaqin bir necha oy ichida mana taxminan shunaqa dohodim, ya'ni daromad qilaman va shunaqa xarajatlarim bor. Shundan kelib chiqib mashina olishgacha misol uchun Gentragacha bo'lgan meni yo'limni hisoblab bergin deydigan bo'lsangiz, AI o'zi sizga o'sha mashina olishingizga oyma-oy necha puldan yig'ib borishingiz kerak, nima ishlarni qilishingiz kerak yoki bo'lmasa aynan qaysi qilayotgan rasxodlaringizni kamaytirishingiz kerak. Mana shuni hammasi bo'yicha o'zi ma'lumot bera oladi, o'zi yo'l ko'rsatib tura oladi. Va o'ylaymanki, bu orqali siz o'zingizni mashina olish degan maqsadingizga ancha tezroq erishishingizga sababchi bo'ladi. Keyingisi, ayniqsa tadbirkorlar, biznesmenlar rosa ishlatishsa juda ham foydali bo'ladi deb o'ylayman. Misol uchun, shaxsan bizning o'zimizni bir nechta davlatda yullitsolarimiz bor. Bir nechta davlatdan biz pul kirim qilamiz o'zimizning proyektlarimizda va shunaqa holatlarda bo'ladiki, misol uchun Tojikistonda, Qozog'istonda biz oxirgi kunda aynan налоговый qonunchilik qanaqa ishlaydi yoki bo'lmasa nima narsani qilsak qancha soliqqa toldiramiz, qanaqa joyda qancha komissiyonlarimiz bor, ya'ni qancha rasxodlarimiz bor, bularni biz har doim ham bila olmaymiz. Undan tashqari bir marta bilsangiz ham yil o'zgargan sari o'tdagi soliq usloviyalari ham o'zgarib ketishi mumkin. Aynan mana shu holatlarda bu juda ham qo'l keladi. Ya'ni siz AI orqali har bitta любой bitta davlatda nima ish qilmoqchiligingizni, nima tranzaksiya amalga oshirmoqchiligingizni aytadigan bo'lsangiz, AI, ya'ni sun'iy intellektni o'zi sizga avtomatik tarzda bu uchun siz nimaga soliq to'laysiz, qancha soliq to'laysiz, misol uchun aytibdan pul yechib olmoqchi bo'lsangiz, qanaqa yo'l orqali bu pulni yechadigan bo'lsangiz, sizga juda ham выгодныroq va yuridik taraflama, xavfsizroq yo'llari bor. Buni hammasini o'rgatib tushuntirib bera oladi. Keyingi modulimiz bu salomatlik va sport. Ya'ni hozirgi kunda uje hamma reklamalarda yoki bo'lmasa har xil joylarda ko'rayotgan bo'lsanglar kerak, juda ham ko'pchilikda ortiqcha vazn, ya'ni ko'pchilik semirib ketgan va ko'pchilik xohlaydiki, tezroq vazn yo'qotishi, ozishi. Mana shunaqa holatlarda sizlar har xil приложениялар ko'rgan bo'lishingiz mumkin yoki bo'lmasa har xil saytlar ko'rayotgan bo'lishingiz mumkin va men sizga aytamanki, ularni deyarli 95% asosida aynan AI yotadi. Yaqinda o'zimiz ham mana shunaqa produkt razrabotka qilyapmiz, yaqinda release qilmoqchimiz. Ya'ni siz любой bitta joyga kirib, obed qilayotgan bo'lsangiz yoki ovqat yeyotgan bo'lsangiz, shuni rasmga olasiz va uni AI ga yuklaysiz. AI o'zi avtomatik ravishda sizga
qancha ovqat yeyapsiz, bu ovqatingizda qancha kaloriya bor va bugungi kun davomida siz qancha kaloriya yedingiz va o'zi aslida qancha kaloriya yeyishingiz kerak edi, shuni hammasini avtomatik tarzda hisoblab bera oladi. Shaxsan men o'zim ham aynan shunaqa bir Yazio degan spetsialniy produkt ishlatib kelardim va mana shu именно AI orqali yasalgan ilova orqali, ya'ni mobilniy приложение orqali men o'zim 5 kilogacha ozishga erishganman va men to'g'risi bunaqa rezultatdan hayratda qolganman. Chunki ungacha men har xil yo'lni qilib ko'rganman, lekin hech qaysidan bir yetarli yaxshi darajada foyda olganim yo'q. Lekin aynan mana shu AI qatnashgan instrument menga juda ham katta yordam berdi deb ayta olaman. Keyingisi sog'lig'ingizda qanaqadir muammo bo'lishi mumkin. Misol uchun kechqurun yomon uxlay olishingiz mumkin yoki bo'lmasa qattingizdir og'riyapti, qanaqadir organizmingizda o'zgarishlar sezyapsiz. Bularni hammasini birinchi doktorga telefon qilishdan oldin hammasini siz o'zingiz AI orqali maslahat qilib ko'rishingiz bo'ladi. Sababi siz qachon yotib, qachon turishingizni ham AI sizdan ko'ra yaxshiroq bilishi mumkin va shundan kelib chiqib yoki bo'lmasa o'zingiz xuddi vrach oldiga konsultatsiyaga borganda nimani aytadigan bo'lsangiz, hammasini AI ga aytadigan bo'lsangiz, aynan shu sun'iy intellektda o'zi sizga kerakli to'g'ri maslahatlarni bera oladi. Undan tashqari hozirgi kunda har xil laboratoriyalar, ya'ni diagnostik sentrlar bor. Sizlar ulardan oladigan любой bitta diagnostika analizini, ya'ni o'sha varronimi yoki bo'lmasa ular fayl ko'rinishida ham hozirgi kunda tashlab berishyapti. O'shani olib turib, o'zingiz AI ga yuklaydigan bo'lsangiz, aynan sizning holatingizdan kelib chiqib, qanaqa dorilar ichishingiz kerak, qanaqa mashg'ulotlar qilishingiz kerak, qanaqa mashg'ulotlar qilishingiz kerak emas. Bularni hammasini AI o'zi ham xolisona sizga maslahat bera oladi. Afsuski ko'pchilik biladi, hozirgi kunda shunaqa doktorlar bor. Sizning holatingizdan kelib chiqib, aynan mana bu dorini iching, aynan mana bu narsani ichsangiz yaxshi bo'lib ketasiz degan holatlar ko'p uchrab turadi. AI bo'lsa, u qaysidir dorini sotishdan sizga hech qanaqa interesi yo'q, ya'ni hech kimdan hech qanaqa bonusni pulni olmaydi. Shuni hisobiga u o'zi bor mahsulotlardan kelib chiqib, xolisona sizga taklif beradi va shunisi bilan, aynan shunisi bilan boshqa ba'zi bir qo'shtirnoq ichidagi vrachlardan ajralib turadi deb o'ylayman. Keyingisi oxirgi modulimiz bu aynan pro daraja. Bunaqa pro darajada chiqish to'g'risi hammani ham qo'lidan kelmaydi, lekin agar siz именно shu pro darajada AI ishlataman desangiz, siz nima imkoniyatlarga ega bo'lasiz? Ya'ni aynan qanaqa возможностьlaringiz, qanaqa imkoniyatlaringiz bo'ladi? Bularni ko'rib chiqamiz. Birinchisini aytadigan bo'lsangiz, siz hozirgi kunda o'zingiz to'laqonli hech kimdan зависимый bo'lmagan holatda o'zingizga mini приложениyalar yoki bo'lmasa saytlar bemalol ishlab chiqarsangiz bo'ladi. Bularni o'zingiz zapus qilib, o'zingiz serverlarga qo'yib, o'zingiz ishlatsangiz bo'ladi. Va hozirgi kunda ham, misol uchun Telegram bot yaratish umuman hech qanaqa qiyinchilik tug'dirmay qo'ygan. To'g'risi bir kun men o'zim sal zerikib qoldim, bitta odamni kutib o'tirdim restoranda o'tirib. U odam kelgunigacha men o'zim zerikkan holatimda bitta qiziqarli Telegram bot yasab ko'rganman va buning uchun menga hech qanaqa bir spetsialniy bilim yoki bo'lmasa maxsus bir kitobni o'qib chiqish yoki bo'lmasa bitta kursda o'qib chiqish talab qilinmagan. Prosta AI o'ziga savol berasiz, u sizga savol beradi, javob berasiz, savol-javob qilasiz va 5 minut, 10 minut uzoq borsa mana yarim soat ichida siz to'laqonli o'zingizga maxsus bir Telegram bot yoki bo'lmasa shunga o'xshagan har xil mini приложениyalarni yasab olsangiz bo'ladi. Keyingi pro levellardan bittasi bu o'zingizni ishxonadagi har kungi takrorlanadigan ishlaringizni, takrorlanadigan qiladigan zadachalaringizni avtomatizatsiya qilish. Ya'ni misol uchun siz sotuv menejeri bo'lsangiz, sotuv menejeri sifatida har kun kimgadir qanaqadir отчет topshirishingiz mumkin. Har kuni kimdan, misol uchun marketing otdelidan qanaqadir отчетlar qabul qilishingiz mumkin va har kuni shularni analiz qilishingiz kerak, shulardan kelib chiqib qanaqadir bir определенный bir yechimlar qilishingizga to'g'ri keladi va hozirgi kunda AI sizga aynan shunaqa imkoniyatlar beradiki, ya'ni mana shu rutinniy zadachalar deyiladi, ya'ni ketma-ketlik har kuni bir xil ishni ketma-ket qilishingiz kerak bo'lgan zadachalarni maksimal tarzda avtomatizatsiya qilsangiz bo'ladi. Maksimal tarzda hammasini AI orqali, spetsialniy analitika, spetsialniy notifikatsiyalar, ya'ni har xil eslatmalar orqali yo'lga qo'yib qo'ysangiz bo'ladi va bu sizning biznesingizni tezlashtirishga juda ham katta yordam beradi. Oxirgisi va eng muhimlardan bittasi, to'g'risini aytadigan bo'lsam, biz o'zimiz ham hozir aynan shunaqa AI agent ustida ishlayapmiz. Ya'ni men o'zim kompaniyani rahbari sifatida kompaniyamda bo'ladigan butun bir tizimni aynan shu AI ga o'rgatib chiqaman va AI butun tizimi har bitta HR bo'ladimi, sotuv bo'lishi mumkin, marketing yoki bo'lmasa razработка частьlari hammasini ichiga kirgan tarzda hammasi to'g'risida menga momentalniy ma'lumot bera oladi. O'tdagi bo'layotgan hodisalar haqida
mani ogohlantirib tura oladi yoki bo'lmasa qanaqadir spetsialniy отчетlar so'raydigan bo'lsam, uni menga finansist yoki bo'lmasa HRimiz qilib berish shart emas. Srazu AI o'zidan men bu narsani qabul qila olaman. Yoki bo'lmasa har kuni, misol uchun, har xil отделda bizga tashab turish kerak bo'lgan ma'lum bir hisobotlar, ya'ni отчетlar bor. Bunaqa отчетlarni ham men o'zim ulardan so'ramagan holatda real vaqtda, ya'ni prosta Telegramdan bitta narsa so'ragan holatda srazu unaqa отчетlarni qabul qila olishim mumkin. Va xudo xolisa men o'ylaymanki, bu narsani biz to'laqonli hozir test etapida turibdi. To'laqonli ishlatib oladigan bo'lsak, bu haqida biz отдельно bitta YouTube video qilamiz va men sizlarga butun korxonamni qanaqa qilib AI orqali to'laqonli avtomatizatsiya qilganimni ko'rsatib beraman. Endi ko'pchilik aytishi mumkin, hozir biz shuncha har xil AI qanaqa ishlatish, qanaqa foydalanish to'g'risida gaplashdik, lekin har doim ham hayot bizni kutganimizdek bo'lmaydi. Ya'ni bir xil holatda siz AI dan umuman boshqa narsani so'rasangiz, AI sizga umuman boshqacha javob qaytarishi mumkin. Ya'ni siz aynan kutganingizdagi rezultatlarni bermasligi mumkin. Sababi nima deydigan bo'lsangiz, sababi to'g'ri promptlar, ya'ni to'g'ri so'rovlar berish, to'g'ri AI ga zadacha berish va aynan siz qachonki AI ga to'g'ri zadacha, to'g'ri prompt beradigan bo'lsangiz, ya'ni AI dan to'g'ri foydalanadigan bo'lsangiz, shundagina siz o'zingizga kerakli oxirgi kutilayotgan rezultatni olishingiz mumkin. Bunaqa holatlarda buni hammasini siz aytishingiz mumkin. Men buni bilmayman, AI ga endi kirib kelyapman yoki bo'lmasa endi o'rganish boshladim, lekin qanaqadir muammolar bo'lyapti menda AI bilan deydigan bo'lsangiz, biz aynan shunaqa odamlarni muammolaridan, aynan shunaqa sizga o'xshagan odamlarni og'riqlaridan kelib chiqqan holatda maxsus bir kurs tayyorladik. Agar bu kurs haqida ko'proq ma'lumot olish sizga qiziq bo'ladigan bo'lsa, biz описаниеda yozib qoldiramiz, ekranda ham ko'rsatib ketamiz. Mana shu linklar orqali siz kurs haqida batafsil ma'lumot olsangiz bo'ladi. Agar sizga bu qilayotgan videolarimiz yoqayotgan bo'lsa, albatta like bosing. Agar podpisatsiya bo'lmagan bo'lsangiz, AI haqida qiziqarli ma'lumotlarni o'tkazib yubormaslik uchun albatta podpisatsiya knopkasini bosib qo'ying. Va agar sizda qanaqadir AI haqida ko'proq ma'lumot kerak bo'lsa yoki bo'lmasa aynan qanaqadir hayotda mana bunaqa sohalarda AI ishlatib bering, AI ko'rsatib bering deb so'raydigan bo'lsangiz, kommentariyalarda o'zingizni fikringizni albatta yozib qoldiring. Men shaxsan har bittasini o'qib chiqaman, maksimal harakat qilaman ularga javob berishga va aynan sizlarning fikringlardan, sizlarning kommentinglardan kelib chiqqan holatda keyingi videolarni tashkillashtirishga harakat qilamiz.